Men bir o'qimishli, ziyoli professor odam bo'lsam, nega o'g'lim bunaqa bo'ldi? Nega menga bunaqa qarayapsiz? Men ham o'qimishli olima ayol bo'lsam, bilmadim o'g'limiz nega bunaqa. Nimadir g'alatida. Ko'ppa kunduz kuni o'g'irlik qilyapti. Yana o'z uyidan. Nimadir g'alatida. Keling. Sizda gapim bor edi, maylimi uyingizga kirib gaplashib olsak? Mayli-kuya, siz kimsiz? Farzandingizni dunyoga keltirgan hamshira bo'laman. To'g'risini aytsam, vijdon azobida qiynalib ketdim. Bundan 20 yil oldin farzandingizni tug'ruqxonada bilmasdan alishtirib qo'yganman. Kechira olsangiz, kechiring meni. Ko'nglim sezgandi. Manzilini bering. Kim bor? Birdan maqsadga o'tsam, bundan qariyb 20 yil oldin anglashilmovchilik bo'lib, raddomda farzandlarimiz alishib qolgan ekan. O'shanga o'g'lingizni olib keldim. Mana g'irt o'zingiz, meni o'g'limni chaqirib bersangiz, insofli, odobli, ziyoli o'g'il. Qani meni farzandim? Kim ekan, dada? Sani haqiqiy o'rtoqdan kelib olib ketgani. Voh! Ketaveringlar, men normal yashayapman.